Ko'pchilik kam uxlab, ko'p harakat qilib ozaman deb o'ylaydi, lekin bu juda ham noto'g'ri fikr. Aslida kam uxlash nafaqat sizni ozdirmaydi, balkim semizlikka olib keladi. 24 soat ichida 4 soatdan kam uxlaydigan bo'lsangiz, infarktga chalinish va saratonga chalinish ehtimolligi 60% va 40% ga ortadi. Agar siz kuniga 5 soatdan kam uxlaydigan bo'lsangiz, infarktga chalinish ehtimolligi 30% ga, saratonga chalinish ehtimolligi esa 20% ga ortadi. Agar siz kuniga 6 soatdan kam uxlaydigan bo'lsangiz, infarktga chalinish ehtimolligi 20% ga, saratonga chalinish ehtimolligi esa 10% ga ortadi. Odatda siz sutkasiga 7-9 soat uxlashingiz kerak. Agar bunga amal qilmaydigan bo'lsangiz, sizning organizmingizda grelin moddasi ko'p ishlab chiqariladi va bu ishtahani ko'taradi. Va bu ham semizlikka olib kelishi mumkin. Undan tashqari melatonin gormoni kamayadi. Melatonin gormoni kam bo'lsa, odamda doimiy stressda bo'ladi. Doimiy stress yana semizlikka olib keladi. Agar sizga bunday ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta bizning sahifamizga obuna bo'ling.